Marcel Zairov, Rinat Hayretdinov. Kurash boshlandi. Marcel Zairov bizning turmushi bilan Nurlat tubagidan haligi kurashni yorishlarni tomosha qilishga kelgan shulay Nurlat rayoni boshlig'i Ravil Ibrahimov Qodirov yerida o'tiradi. Yo'q. Olim Saralbey. Bugungi kunda Almat Donyaqli Rossiyaning sport stasi O'zbekiston Tatariston hamda Rossiya chempionatlarida jangga yo'llab avtomatik ravishda Rossiyaning sport stasi ismidan loyiq bo'ldi. Turmush yurtdoshi Oliya bilan Almir ham Radmir degan yigitlar o'stiradi. 2014-yilda eng yaxshi kurashchi ismidan loyiq bo'lgan edi. Marcel Zairov. Qizil kurashga iskardu, o'g'il kurashga. Rinat Hayretdinov. Shulay yo'q. Tatar dunyosining eng tanilgan kurashchilarining birisi. Danlıqlı Hayretdinovlar naslidan Haydar Hayretdinovni baribir bilan Nafqoning bir tuvanisi. Iskardu yashil sirli kurashga. Baltash rayonidan yoqlaydi. 85-yilda tug'ilgan Tataristondan ot qozongan sport stasi. Tataristonning 6, Rossiyaning 4 taqdir chempioni. Hamid Botirlar beygisinde de 2011 ham 2012 yıllarda jangga yo'llagan kurashchi. Turmush yurtdoshi Leyla bilan Irka ismli qiz ham Irak ismli yigit o'stiradi. Rinat Hayretdinov. Hamkilam chekunda Ekstradagi katta birinchi kurashga. Hamkilam chekunda Rinatning treneri, Tataristonning otqo'zg'agan treneri Damir Abaygo'yevdir. Isal birgalikda 2 minut vaqtimizda kurashni davom etamiz hozir. Kurashlar o'rtaga. İkinci beyler. Kurash davom etadi. 2 minut. Aşkına bu da kullanmayın. Kurashlar o'rtaga matbuot. Gülemdagi sudya Linar Bektemirov, Sabah. Yanjak sudya Linar Zinnatullin, Beytov. Hamkilam yetakchisi Tataristonning otqo'zg'agan sport stasi tanilgan kurashchi Zavshat Muhammadiyev. Kurash davom etadi. Tanqid taqdiriga kirishdan yorishlarning bosh hukmdori Tataristonning otqo'zg'agan treneri Farid Tabish Shayxetdinov. Marcel Zairov, Rinat Hayretdinov. Geçen de o da Tolga kurashga ketadi.
3'kə 1. 3'kə 1. Bu fazla Yengilçi olup, yoldaşlar, ayrıca neferine kaldı.